Abqohir Marfaliyev to'pni hozir oldiroqqa Shuhrat Maqsudovga Mirjalol Qosimov. Shuhrat Maqsudov to'pni yaxshi yetkazib berdi. Qanday vaziyat bo'lishi mumkin? To'pni ursa bo'ladi. Ha, mana nihoyat hozir O'zbekiston milliy terma komandasi futbolchilari dastlabki hujum juda ham samarali. Mana shu zaylda hujumni yanada tezroq davom ettirish mumkin. Mana endi tabloni ko'rib turibsiz. O'zbekiston Birlashgan Arab Amirligi 1-0 oldinda. Mamlakatimiz milliy terma komandasi a'zolari. Mana shu kiritilgan mana shu daqiqalarda mana Mirjalol Qosimov yugurib kelyapti to'pni darvozaga. Ha, mana bu yerda. Menimcha hozir Shuhrat Maqsudov jarohat oldi. Mana 11 metrlik hozir zarbani ko'rdingiz, lekin ikkinchi marta uni oldiga o'tishga shu himoyachilar imkoniyat berayotgani yo'q. Janubiy Amerika mamlakati xavfli vaziyat. Mana endi bu yerda hozir 11-raqamdagi bu endi albatta komandamiz uchun ancha mushkul vaziyatni yuzaga keltirdi. Ikkinchi bo'limning mana shu holatini yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Juda hozir tashabbus hozir mehmonlarda maydon markazida O'zbekiston milliy terma komandasi a'zolariga qaraganda mehmonlarning yarim himoyachilari birinchi bo'limda ham aniqroq harakat qilishgan. Mana endi hozir yana to'p darvozaga yo'naltirdi. Ikkinchi to'pni kiritdi. Mana shu holatni yana bir bor ko'rishingiz mumkin. Fezo Davletov to'pga yetib bora olgani yo'q va to'pni hozir Amirlik futbolchilari xotirjamlik bilan to'pni egallashdi. Mana endi yana shoshilmasdan Ali G'ulom ham hozir hujumchilarga yordam kelyapti. Tanyani va hozir Aliga to'laqonli ishonarli g'alabani keltirdi. Mana hozir qanotdan Talyani bo'sh qoldi va chamasi 22 metrlardan bu tajribali futbolchi to'pni aniq darvozaga yo'llab hisobni 3-1 ga yetkazdi. Ravshan Bozorov mana to'pni egalladi, lekin yetib borishga hech qanday imkoniyati yo'q. Bu yerda Amirlik futbolchilari xavfli vaziyat. Mana hozir to'p o'yinchiga tekkan holda darvozaga kirdi. Darb bilan shu oldingi sheriklariga tepish uchun harakat qildi. Bu to'p oyog'ini ko'targan Bozorovga tegib qaytdi va bunga yetib borishning hech qanday iloji bo'lgani yo'q. Shunday qilib mana to'p darvozaga kiritildi.